Bu oddiy narsani bilmasangiz, siyosat haqida umuman gapirmang. Har bir siyosatchining siyosat haqidagi birinchi darsi bu davlat hokimiyatining bo'linishi mavzusidir. Davlat hokimiyati bu nima? Bu davlat boshqarish huquqi. Agar uni bir odamga yoki bir tashkilotga bersangiz, u xohlagan ishini qila oladi va uni hech kim jazolamaydi. Bunday bo'lmasligi uchun hokimiyat 3 ga bo'linadi. Qonun chiqaruvchi organ, ya'ni Oliy Majlis, ijro etuvchi organ, ya'ni vazirliklar va idoralar, sud organi, ya'ni Oliy sud. Ular qanday ishlaydi? Xalq davlatni boshqarish huquqini saylov orqali Qonunchilik palatasidagi deputatlarga beradi. Deputatlar xalq muammolarini eshitib, qonun yaratadi. Lekin ular muammoni o'z qo'llari bilan hal qilmaydi. Oddiy qilib aytganda, muammoni qanday hal qilish kerakligini yozib berishadi. Shu yerda ularning ishi tugaydi. Keyin qonun ijro organiga o'tadi. Uni amalga oshirish vazirliklar va idoralar zimmasiga yuklanadi. Agar ijro organi ishlarini bajarmasa, sud organi orqali jazolanadi. Shu orqali davlat hokimiyati 3 ga bo'linadi. Endi tushundingizmi, nega shu paytgacha deputatlar maktab yoki bog'cha qurib bera olmaganligini? Lekin vaziyat o'zgardi. Prezidentimizning tashabbuslari bilan endi har bir deputatga byudjetdan 3 milliard so'mdan ortiq pul ajratiladi. Va deputatlar bu pullarni o'z saylangan okruglardagi ijtimoiy muammolarga, misol uchun maktab qurish, bog'cha qurish, yo'llarni ta'mirlash va shu kabi ishlarga sarflashlari mumkin bo'ladi. Sizga yana qaysi mavzuni sodda qilib tushuntirib beraylik? Izohlarda yozib qoldiring.